Assalomu alaykum qadrdonlar. Yana sizlar bilan jonli efirdamiz. Biz har doimgidek an'anamizga asosan yo 7 yo 9 minut o'tganda boshlaymiz, lekin o'ylaymizki bizga vaqt qo'shib berishadi. Kim ketib qolgan bo'lsa chaqirishga harakat qilamiz, kim ketmagan bo'lsa marhamat, rahmat sizlarga. Bugun boshlaymiz. Biz Mirzo-Ulug'bek tumani ulgurdimi kirishga hozir? Yig'ilish ulgurmadi hali. Yashnobod tumani. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ruschani bilasan-a? Ha, bilaman. В общем, собрание жильцов дома Фарг'она yo'li 505 было решено вступить УК ФФМ говорит, но хакимият категорически против. Пока мы решаем нашу проблему, другая УК уже производит начисление коммунальной услуги. Tushundingmi nimaligini o'zi? Sizlarda o'zi kommunalniy yo'nalish bo'yicha bilmayman nima bo'ling. Nima qilasizlar bu? Yo bu это специально делается, наверное, да, что пока там vопросы решаются. Tushunsa, menimcha aldashyapti o'tda. Bir sani kommunal xizmatlaring sekin vaqt cho'zyapti-da, ungacha boshqa kompaniyaga o'tkaztirib olishadi, billing qilib. O'ynashmaylar, bu narsa narsani nazoratingizga olganingizga 1 yil bo'ldi. Menimcha bu yerda kimdir o'yini ketyapti. Aytib qo'yinglar. Bilib qoldilar deb. Uchtepa tumani ekan, kechirasiz, Uchtepa. Marhamat. Assalomu alaykum. Diyorobod 31-mavze 8-uydan bizning tugatilmagan BSK kommunalchiga mashaqqatli bilan biz noqonuniy biriktirilgan Dream House, avvalgi nomi Barkamol avlod ekan. Hujjatlarini berishmayotgan ekan. Biz mulkdorlar taqdirimizga tuman mutasaddilari befarq deb Nigora ismli inson yozibdilar. Telefonlari bor. Menga qara, sen bilaman, hozir hokimga gapirsa yoqmaydi bu narsa. Hokim o'rinbosariga yoqmaydi. Ertaga odamlar huquqlarini poymol qilyapmiz-ku. Ertaga senga bo'yningga tushadi. Laziz do'stim. Aka. Ko'tar bo'lmasa, ular chiqib ketadi. Biz eshitmadik, biz bilmadik, biz uxlab yotgandik o'sha paytda deydi. Kim biluvdi deydi? Laziz Yusupov biluvdi. Laziz Yusupov javob berursin deydi bular. Sen go'yoki bularga yaxshilik qilib beryapsan, ular yaxshiligini tushunishmaydi bular. Ko'rdingmi, odamlarning huquqlarini buzishyapti-da, ertaga hammasi chetda turib oladi. Bu fidoyi bo'lganda bunaqa qilmasdi-ku. Ochiqdan ochiq odamlar bilan gaplashardi. Ochiqdan ochiq odamlarni yetkazardi fikrini. Ularning fikriga agar befarq bo'lgan bo'lsa, sen bilan men biz ikkalamiz mutasaddimiz, demak biz ham haligi hurmatga loyiq emasmiz ularning ko'zining oldida. Shartta bizani ham ertaga anaqa qilib ketadi. Yomonlikqa chiqarib ketadi. Ertaga olib kir hokim oldiga. Laziz. Kommunalniydan yo'qmi hech kim? Ular kirmaydi, bunaqa narsalarga kirmaydi. Ular o'zi bosh bunaqa narsaga. Keyingisi algoritmdan ekan. Izza hamma shu tarafda oldin kech turishda kanalizatsiya hidi kelayotgan ekan. Nima bo'ldi shu ish? 30-mavze 49-domdan hid nima qilamiz yo'qotish? Yo уже yo'qotib bo'lindimi? Laziz? Ma telefonlar bor, bilgin, keyin o'sha yerda haligi mahalla raisidan yoki kimdandir iltimos qilinglar. Shu bir fikr berishsa, u odamlar uxlash kerak-ku tinch. Sergeli tumani. Va alaykum assalom. Alisher aka, nima unaqa odatinglar bor? Kamerani o'chirib qo'yib o'tirasizlar. Choy ichmasanglar kerak bunaqa. Xo'p. Xonobod mahallasidan Otabek bo'yicha 250 metr qolgani. Ko'rib keldimi mahalla raisi bolnitsada ekanlar Otabek aka? Bundan qo'yib bolnitsaga o'ta olmadi, o'zi chiqib qoldilar, o'sha bugun erta chiqib qoldi o'zlari. O'tda suv tortish ishlari ketyapti hozir. Men o'zim ham borib ko'rdim, rasmlarini ham tashlab berdim, videolarni hammasini oldim. Xudo xolasa ko'tarib. Kommunaldan vakil. Hasan. knopkani bor. Hayron bo'lib kim oldinglar bu yerga? soat 23:45 da yakunlaydi shu bilan bu. Kerak emas bunaqa odamlar haligi masalani hal qilmaydigan, knopkani bosmasdan javob bermaydigan. Haligi nomiga kiritib qo'ydinglarmi bularni?
Telefon qiling hozir o'ziga kelsin. Keyingisi Ko'rkamobod, yana Uchtepadan ekan. Bugun Laziz sani kuningmi deyman. Laziz. Tabii. Bizning o'yingohi ahvoli juda yomon, maydon qarovsiz, o'yin vositalari singan, buzilgan va yaroqsiz holda yotibdi. Iltimos, zamon talabiga mos qilib beringlar. Bizdan ancha yuqori 9 etajli dom bor. O'sha yerda bir o'yingoh, lekin kim ko'rsa, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham eski. Ko'rkamobod mahallasi, Taqachi 54-dom, 54-xonadon. Rahmatullohi va Ra'no. Oldindan rahmat debdilar. U mahalla raisi biladimi bunaqa ahvol Ko'rkamobod mahallasi? Biladilar, bugungi spikamizga ham berdik uni anaqa qilishga, yaxshilashga. Qaytadan qilamiz. Qachon Ra'no opamga nima deb qo'y? 8 yildan keyin bo'ladi deb qo'yaymi? Qo'yaman, telefon raqamlari bo'lsa, men o'zim aloqaga chiqib javobini aytib qo'yaman bugun o'zi. Qo'yaman, boshqa yozmaylar deb, deb. Qaranglar, buning uchun sizlarga hamma sharoit yaratib berildi-ku. Mana O'zbekiston mahalla uyushmasi tomonidan respublika raisi Qahramon Quronboyev tomonidan aynan protokol vazifalari berilgan. Sizlar ertaga bundan qo'rqishingiz kerak emas. U mol-mulk soliqdan tushadigan mahallaning ixtiyorida qoladigan 10%lik mablag'lardan ishlatsa bo'ladi. Agar hammasini to'g'ri buni hujjatlarni rasmiylashtirsa, nima gap? agar Mahallalar bechara bo'lib, kraskalab to'g'rilab qo'yishga qurbi yetmasa. Oldinlari o'zi qilib qo'yardi. Taqachidan umuman masala kelmasdi hech qachon. O'sha tomondan. Hammasini o'ziga o'zi qilib qo'yishadi hashar yo'li bilan. Hozir mablag' bor, hech kim qo'lini sovuq suvga urmaydi. Yana Taqachi mahallasidan oldingi 8-17 tramvay kurugidan kirishda kottejda ko'chaga ozgina joy asfalt qolib ketgan. 10 yil oldin 2 kishi bilan 200 metr osti joyini o'zimiz qilganmiz deb Odil Sobirov yozibdi. Tushundinglar qaysini yetishyapti? Bu ko'proq Taqachi 8-tramvay haligi oxiri bor, krugi bor edi-ku, o'sha yerda uylar qurilib ketdi hozir. O'zingizlar qilgan bo'lsa rahmat, endi baribir yana o'sha gapda, o'rtoq, yana o'sha gap. Mablag' bor, xohish yo'q. Talab qilsa bo'ladi-ku, baraka topkurlar. Mahalla rais saylovidan o'tgan yil o'tib oldinglar, 5 yilga saylangan. Endi hech bo'lmasa yana 3 yil bosib ishlab beringlar xalqning dardi bilan. Keyin sal saylovga ozgina qolganda odam qo'rqib qoladi. Men nomzodim qo'yilar ekanmi, qo'yilmas ekanmi, o'shanda sal kattalarga haliga berasizlar. Yon bosasizlar. Ungacha urib beringlar, qilishsin hammasini. Mirzo'bek tuman. Yo'qam. Assalomu alaykum Furqat aka. Va alaykum assalom. 42-da bu dom bo'lsa kerak. Ertalabdan beri issiq suv ekan, Temur Po'latov Madina. Buni hozir mana o'tiribsizlar-ku, haligi markazda hamma bilan gaplashib, kiritinglar. Odamlardan kelyapti bunaqa. Bo'ladi, tushunaman. Chinobod tumani, Azim. Shohruh. Xo'p, Olmos mahalla 30-marshrut yo'nalishi yo'l tor, bekatlar pala-partish ekan. Avtobus haydovchilari uchun hojatxona yo'q. Iltimos masalani ko'rib beringlar. Bu o'zi Samaradan oldingilar bo'yicha bir harakat bormi yo faqat uraveraman do'stlarimizni? Endi kechirasiz, qo'pol chiqmasin, lekin haydovchilarga ham uchun sharoit yaratish kerak. Sizlar nimaga u Olmos mahallasi bor, yonida Qalqon mahallasi bor. Nima raislari, boshqalar haligi yetkili a'zolari qaramaydi, Shohruh? Shularni odamlarni olib keladi-ku bu. Ma yetib qo'y. Biz hozir endi bunaqa baxtli insonlar ko'rmaydi bizani, lekin yetkazib qo'yinglar. Bular faqat o'rganib olishgan. Kim kattalardan keladigan bo'lsa, mana buni qilib beringlar, buni qilib beringlar. Yugurib yuringlar, bir narsa harakat qilib yaxshilik qolib ketsin. Palonchi paytida qilingan dedi, hamma xursand bo'ladi. Shuncha odam duoga qoladi. Sizlar ham gapinglar o'tmaydimi deyman ularga, gapirginglar kelmaydi. Oddiy narsalar shu, oddiy narsalar. Hozir mana o'tgan galam iltimos qilishim. Sen Yunus Rajabiy mahallasiga chiqib keldinglarmi? 70-domni orqasida asfalt qilib berishni yo qo'rqasizlar? Keyingi yil qilamiz deyishmoqda. Vastasizlar. Bular yuradimi keyingi yil endi poylar? Zo'r javob bo'ldi-ku. Sen bilan men nima keragi bormizda bu yerda agar kimdir bitta haligi aljirab kechasi uxlamay chiqqan PlayStation o'ynagan kelib turib, keyingi yil bo'ladi deyapsiz. Biz senga nima keragi bormizda? Har kimning gapini bu yerda qiladigan.
Shunga mahalla raisini saylamayapsizlar deb o'tdi. Hali mahkam ushlaydigan. Xo'p, o'zi bor, nimadan qo'rqasan? Yosh yigitsan-ku. Talab qil. Berib buyog'ini deb. Keyingi yil poylab o'tiramiz ham hali shu joyi. Tamam. Murat aka. Qaysi bola? Ketdi senga bu gapni. Kim etdi konkretni? So'radilar uni. Ular kim qurilishda ular? Chala tushda qilayotganlar bo'yicha indamay o'tiribmiz-ku. Nima bermaydi? Keyingi yilga qilib beramiz. Adolseniya qilyapti. Xuddi bu cho'ntagidan qilayotgandek. Mana qara, bu mahallada 10% tushumlardan bormi? Shunga rais saylamayapsizlar-da, haligi odamlar xafa bo'lishsin, odamlar norozi bo'lishsin deb. Javob qaraylik, keyingi yil qilib beramiz. Bu yerda o'tirgan nima, hokimiyatda o'tirgan joyini qami, cho'ntagidan qilib beryaptimi? Keyingi yil qilib beradi. O'zi bu O'zini huquqlari bo'yicha sizlarsiz ham yugurib yurishdi. Mana futbol maydonchasini saqlab qolish uchun. Biron bittasi aralashmaydi. Berib yuboringlar deydi. Endi sanasi boshqalar. Bilib olishsin kim to'g'risida gap ketayotganini. bitta kichkina Joy ham qilib berishga keyingi yilga. Menga familiyasini topib ber, o'sha senga bergan shu gapni. Familiyasini ayt menga ertaga. Hali hozir aytma, inson huquqlarini buzgan bo'lamiz. Ertaga bizani sudga beradi, aytadiki, meni familiyamni noto'g'ri aytdinglar, men unaqa gapirmagandim deydi. Faqat to'qib chiqardi deydi. Yangi hayot tuman. Odam jahlini chiqarasizlar keyingi yilga deb. Uyalmay, niyatmay. Assalomu alaykum, Furqat aka. Farruh bilanmisiz yo Alisher bilan? Farruh bilan Farruh. Farruh. Nima bo'ldi Mashal mahallasi? Qilib berdinglarmi liftni? Gaz masalasi o'rtoq. Dedi unaqa ani gazni sho'chik o'rnatib berish uchun fuqaroni o'zi gaz sho'chik sotib olsa, bizani tumandagi gazliklar o'rnatib berishadi. Qara. Men bu gapingni sendan yaxshi bilaman. Bu kitobni men yozganman. Nimalar deyapsizlar? Buni yo'llari bor-ku, qanaqa qilib berishi. O'zi sotib olsa, o'zi sota olmasa-chi? Sotib olmagani uchun yozyapti deydi odam. Sotib olmagani uchun. Siz aytgan masala bo'yicha u o'rganishyapti hali. Oxiriga bormabdi. Sen ham aynabsan, Farruh. Shug'ullanib, kambag'allik reyestrida turmas ekan, homiydan olib beramiz aka uni. Olib berasizlar. Keyingi yil qishdami? Ulug'bek sizga yarashmaydi bu ishlar. Siz masalan tez hal qiladigan odamsiz. Emas. Furqat aka men olib beraman, o'zim homiy bilan olib beraman shuni. Prosta reyestrda turmas ekan, o'shanga ozgina muammo bo'ldi, olib beramiz aka uni. Kimga yaxshilik qilaman deb yuribdi Ulug'bek, bitta duo. Mahalla raisini o'zi olib beradi, u xabari bor, biladi. Yo, cho'ntagidan olmasin. Bizdan olib o'tirmasin oyligidan. U Mahallada agar rozi qilinglar. Meni ham jannatga bormanglar, rozi qilinglar. Ular sen hech kim bo'g'ib o'tirmanglar majbursan deb. Bersa agar, bermasa men tuman hokimidan iltimos qilaman, mard odam hokim. Shuncha ishlarni qilib berdi biz. o'zimiz qilib beramiz. Gaplashganman aka uni. Qarang, yana mahallasida-chi bino yoshlar markazi qurilgan ekan. Mahallada stanka qilamiz deb mahalla tarafidan qo'shnilardan qo'l qo'ydirib olgan, lekin hozirgi kunda Novvoyxon Somsog'ona skladli ekan. Xabaringiz bormi? Buni Damkom Ibodov diyor yozyaptilar. Kadastri bor. Men o'tgan hafta ham tushuvdi aka, u bilan shug'ullandik biz. Bu kadastri bor, anaqadan sot. Bo'ldi, bu sizning javobingiz ofitsialniy javobda, bu yozilib qoladi, Ulug'bek aka. Undan sotib olgan aka, uni o'tgan hafta ham tushuvdi bu savol. Yo'q. Diyor bilan ham gaplashib oling, diyorni topib olasizlar-ku. Yangi hayotda yana bitta bor ekan. Yangi Choshtepa mahallasida, Yangi Choshtepa emas, Xolov Anvarjon bolalarga mini stadion kerak deb yozibdilar. Ana shuni bugun berdik. Furqat aka o'sha Yangi Choshtepada ham sport maydonlari bo'yicha tashlandiq bitta joyimiz bor. Bugun berdik, xudo xolasa, o'sha respublikaga anaqaga. Lekin sizlar berdinglar, buni hammasi hujjatini to'g'ri rasmiylashtiringlar. Shoshalik qilmanglar bu yerda. Bu haligi byudjet pullarida u albatta keladi, kontrolni zamerini qiladi, boshqasini qiladi, iltimos sizlardan. Biz keyin raisga ko'p narsa bo'yniga qo'yibamiz, 7 yilni, lekin ularni ham biz saqlashimiz kerak, ularni ham o'ylashimiz kerak, ularni ham biz siz bilan advokatimiz, boshqasi emas. Hammasi kelib topshiriq berib ketadi. Biz yonini olishimiz kerak ularni. Iltimos. Sergelidan Alisher aka. Massiv Qo'yliq 5, dom 19, kvartira 18, Veronika. Какому часу ожидать подключения горячей воды? Issiq suv qolmabdi-ku.
Mana bu yigit yoningizga keldimi? Ulgurdimi kelishga? Hozir yoqishda, tamam. Yoqishda bo'ldi, berdi. Bu anu 5 kunlik emasmi? Yo'q, 1 kunga o'chirib turishdi. Hop, Aziz Yunusobod tumanidan yozib ol. Добрый вечер debdi. Yunusobod, улица Firdavsi 153, net sveta. Daryo yozdi. Chiroqni hozir o'chirishibdi-da. Endi sen telefon qilgancha balki kelib qolar ham. Kelsa yaxshi. Shahardto'g'ri tumani Asatilla. Assalomu alaykum. Mana nima bo'ldi general? Va alaykum assalom. General Uzoqovdagi 2-dom, 2-podyezdda lift 6 oydan beri ishlamayotgani. Bu yilgi dasturda dedi o'sha JK boshlig'i bilan gaplashdim, adolat bilan. Bu etap alishtirib, ikkitasini alishtirib, uchtasini alishtirgan, ikkitasi qolgan. Ya endi siz Asatilla to'g'ri odamsiz-da, men noto'g'ri odamman. Siz to'g'ri odamsiz, kim nima dersa ishonib ketadi. Men noto'g'ri odamman, men ishonmayman ularning gapiga. Qo'yib, ketib ishlatgandan keyin rahmat deyman borib. Ungacha men biron bitta gapiga ishonmayman. Men shuncha yil ishlab nima gaplarni, nima haligi va'dalarni eshitmaganman. Ko'zingizga shunday qarab turib, falon narsa bo'ladi, 1 soatdan keyin bo'ladi deydi, 1 yildan keyin ham bo'lmaydi. Ishonmayman. Qo'l bilan ushlab ko'rmaguncha Asatilla ishonmaylar. Hokimiyatga chaqirib gaplashdim o'sha bilan, o'zim bilan. Okay? Xuddi hokimiyatga borganda qo'rqib qoladiganda, hali aldamaydiganda. Konkretno 2026-yil nechinchi o'tsida? Aytinglar bo'lmasa. Xo'p bo'ladi, men aytaman, xabarini beraman. Men nima to'g'risida gapiraman, baribir ham aytasizda Furqat san uzoqdasan, men rayondagini yonini olaman deb. Odamlar urushyapti bizani, odamlar. Rahbarlar BSK rahbarlaridan qo'rqmanglar. Sizlar odamlarni noroziligidan, xafagarchilikdan qo'rqinglar. Xo'p bo'ladi. Sergeli tumani. Xonobod mahalla 2-sohil 20-uyda mahallaga yangi stabli simlar o'tkazilgan 2 yildan beri, ammo eski simlar qolib ketgan ekan. Uni nima qilasizlar? Tezroq olib tashlanglar uni. Kerak emas-ku bizga eski simlar. Так, Юнусобод, Aziz. Планируется отключение горячей воды с 13 по 17, холодной с 15 по 16. Куда обращаться? Цой пишет, моя гора, орта. Zudlik bilan hozir hokim bilan ulangin. Bu qanaqa yengillik? 13-17 aprel mana dushanbadan issiq suvda, 15-16-da sovuq suv. Nima 2 kun umuman suv bo'lmaydimi shu domlada? Bu qanaqa qilib reja tuzishgan o'tirganlar. Suvsoz bilan yo'llar bir-biri bilan kelishib qo'ymaydimi buni? Hokimiyatda kattakonlar bor, regulirovать qilmaydimi? Az tushunmasam, men hozir dotlab yig'lashimiz kerak bunaqa ish uchun. Uni to'g'rilab qo'yinglar. Endi 13-17 hech narsa qila olmaysizlar. Sababi o'chishda, u kotelniyadan bitta keladi. Mana 15-16 lokalniy-ku, uni bir qaranglar. Voy. Спасибо, что предупредили. Men seriyozini qarab bu narsaga Aziz. Men ertaga uyalib o'tirmay. Xo'p bo'ladi. Uchtepa tumani yozib ol. Poygoh ko'chasi Izza Shoh bekati, Izza bozor oldida asfalt juda yomon ahvolda ekan. Abdulloh Ahmadjonov yozibdilar. Faqat keyingi yilga demagan, xo'p o'rta. Olmazor tumani. Hop, Shavkat aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tansiqboyev 3, 23-dom, 6-podyezd tomidan yomg'ir yoqqanda chakka o'tar ekan. Nima bo'ldi shu? Yo birinchi martalabmidi Tansiqboyev? Men hozir esla. Sanjar nima qilamiz? Oldingilarni podyezdlarni remont qilyapsizmi ish qilib? Tomlarni. U o'tgan hafta ham tushgan masala edi, uni joyiga chiqib o'rgandik, u tomi yopilgan. Rasmlarni ko'rsatinglar. Men ko'rsatinglar, men ko'rmaguncha ishonmayman. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, Sergeli tumani yozib oling. Qo'shqo'rg'on 4-tor ko'chasida asfalt qilish uchun yo'lning qismlari kesilib, asfalt qilinmay qoldirib ketibdi. Sanjar Abduvosiqov. Yozib oling. Assalomu alaykum Furqat aka, mahalla ahli kanalizatsiya uchun kutib turibmiz. Uchtepa tumanidan yozishyapti. O'rikzor Ko'ksaroy mahallasi 5-tor Navo ko'chasidan Ahmad aka yozibdilar. Demak, Olmazor tumani Shoshi 2-berk ko'chada svet ketibdi 5 soatdan beri. Bir chiqartirlar. Yozgan mana jahl bilan yozishdi, pulini vaqtida to'lasak. Что за издевательство deb. Bir jahl chiqadi, pulini to'lab qo'ygandan 5 soat chiroq bo'lmasa. Sergeli tumani Alisher aka. Alisher aka.
eshitaman. nimalar? Tez javob Tez bering. javob bering. Mana madaniyat mahallasidan 5-mavze, 4-uy, 18-xonadondan Achil va Saodat yozyapti. Iltimos qilyaptilarki, haligi kachelalar buzilib ketgan o'yingohida, keyin ish qilib yozyaptilar, trotuarlarga avtomobillar qo'yib ketiladi, joy yo'q, zeleniy zonalar kamayib ketyapti deb. Bilmadim nima bunaqa. Joniga bitta futbolni qo'ygan bilan bolalar maydonchasini rekonstruksiyaga berdi. Bugungi speskada beramiz. Saodat opa bilan uchrashinglar, gaplashyapsiz Mirjon aka. Yana Sergeli 2 dan bor ekan. Здравствуйте. Сергей 2, дом 45, квартира 69. Свет мигает. Центральный щиток находится в 68-й квартире, всего в 4 этажах. Из строя может выйти техника. Chaybekov Iskandar yozdi. Bu hozirroq berib yuboring, hali chiroq bilan shug'ullanadigan. O'ynashmasin. Yashnobod tumani yozib ol. Tashisti Abay Xunanbayev 13/208. Svet yo'q ekan. 15 minut oldin svet o'chibdi, Abdurahmon yozibdi. Xo'p, Xonoboddan Beruniy ko'chasida istiqomat qilaman. Sizdan iltimos kanalizatsiya masalasini ko'taringlar. Hali yoz bo'lmasdan ko'chamizda qazilgan kolodsiya yonida turib bo'lmayapti. Sassiq hid ekan, infeksiya tarqalishi mumkin. Hurmat bilan Karimova Diloram. Xabaringiz bormi? Bu Xonobod. Ha, ko'r. Toshkent viloyatidan o'tgan mahalla. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Xonobod mahallasidan ekan, men hozir bilan. Qani bir telefonlari bor, zudlik bilan buni masalani hal qilinglar. Ayniqsa ertalabdan shug'ullaninglar, yo'lda ketayotganinglarda ham shug'ullanib ketinglar. Chilonzor tumani. Yozib ol. Novza masjidi oldida karmashkada avtomobillar qayrilib olish uchun yo'l ochilgan, ammo asfalt bo'lmagan ekan. Ikkinchi marotaba murojaat qilyapmiz. Mana qarab, men tuman hokimiyati va'da beruvdi-ku, ro'za paytida tarabog' o'qilishlarni qilib beramiz dedi. Qilib berilmaganmi? Qilmaganmi? Umid? Berilgan edi, shuni anaqa masjid kerakligini anglayaptilar. Mana qara, telefonlari bor, bilib ol. Endi masjid oldini qilib qo'yish kerak. Barakato'g'ri, maktab, masjidlar oldida, bog'chalar oldida bo'lish kerak. Uyat bo'ladi agar u tomonda bo'lmasa. U tomonda bo'lsa. Bu odamlar Yo'q, imini bu yog'ini qilib bo'ldi, Dovol tarafida, zona tarafida. Qilib beringlar, o'shani ustida turib endi, savobga qolasizlar. Domladan iltimos qilsanglar, duo qilib beradilar. Olmazor tumani. Orzu mahallasida Niyozov 5-uy 48-xonadon. Norxodjayeva Istara Rustam qizi 5-6 o'rtasida bolalar maydonchasi haqida eslatmoqchi edim. Juda ham ayanchli ahvolda ekan. Bu nima qildi? Mana u. O'zimiz qidirib yurimiz. Mahalla raislari bekitadi ba'zi birlar, hali qilmaydi. Sho'g'at aka, tushundingizmi? Mana o'zi yozyapti odamlar. Qilib beringlar deb. Shunday hozir mahalla raisi bilan gaplasha olamizmi buni? Ro'yxat kiritib olamiz. Bilmayman yana nima kerak bularga? Hujjat to'g'ri rasmiylashtirsa bo'ldi-de. Yashnobodskiy rayon. Shohruh, massив Нурмухамедов, что за массив такой? Дом 30, квартира, нет холодной воды. Тимиров пишет. Телефонlar bor. Men bunaqa massivni bilmayman. Nima to'g'risiga aytyapti? Qaysi massiv ekan? Нет такого. Ну нет такого массива. Там другое название. Mirabadskiy rayon. Hop. Alisher aka. Ikkita aka-uka yonma-yon o'tiribsizlar. O'xshab ham ketar ekansizlar bir-biringlarga. Молодцы. Хотелось бы у вас спросить, есть в соцсетях ОПМЖ, там есть предложение, значит ли это, что деньги поступили в Махалю, к примеру, 23-24 Махале Мирабадский район, даже и не знают об этих суммах. К примеру, детская площадка 1 миллиард сумм от хакимията. Нет, это не через расчетный счет в Махале это проходило, по-моему. Торм, Муродалла? Нет. Да. Значит, телефон, Мурадалла, телефон дадим, объясните, где, ну они прозрачность требуют, и правильно требуют, но это не через расчетный счет Махали проходило. Mirzoulbek tumani, yozib ol. Duxo. Sultoniya ko'chasi, Tupik 4-uy. Ko'cha yomon, asfalt bitta so'z ishlatibdi, men gapirmayman jonli efirda. Ergashev va Xursanoy. Yo'q, yomon so'z emas-ku, lekin og'zimdan sal g'alati chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun indamay qolay. Bektemir tumani, Abduhalil, Nurli yo'l mahallasi, Shodiyona 25-uy.
2 oy oldin mahallamizga ichimlik suvi o'tkazdi. Suv uchun katta rahmat. Suv trubalar o'tkazish jarayonida bizni qazib asfalt qilinmay ketgan. Shuni qilib beringlar deb Abdullayev O'ktam aka peshdi. Qilib beringlar endi 2 oy o'tgan bo'lsa, 3 oy o'tgan bo'lsa endi vaqti kelib qoldi. Vaqti kelib qoldi. Endi qila olmaysizlar-ku. Endi unga ham haligi yozuvchi o'qish kerak, undan buyrak. Planni qo'ygan ekan, olib tashlaymiz ularni. Yo'q, asfalt qachon qilib berasizlar? Yo'q, bu ish hali davom etdi, hozir oxiriga yetib boringlar. Asfalt. Bizdan odamlar g'alati ekanda bittasi tashlab ketsa, qolgan orqasidan 10 tasi tashlab ketadi. Salariga ishlatinglar. Mayli. Sergeli yozib olinglar. Решите вопрос со светом. Никакая техника не выдерживает. Щукина Анжела. Sergeli 4, dom 32, kvartira 45. Telefonlar bor. Alisher aka bir telefon qilinglar. Erta yo'lda ketayotganda mahalla raisi bilan. Что случилось? Как? Чего? O'tiraveradimi faqat hali hammasi yaxshi. Zo'r, xavotir olmanglar, hurmatli rahbarlar. Bemalol uxlaveringlar deb. Men masalan uxlolmayman bunaqadan keyin. Yolda hozirlanadi. Hozir yo'lda bir tekizlik chiqdi. Chilonzor, qani Umid? Qani kommunalniy? Yo'lga olsa, Chilonzor 7-kvartal, 3-dom, 6-kvartirada. Hozir chiroq o'chibdi. Yenileyev yozdi. Mana возмущенно pишет. Qaranglar, sizlar o'zi har kuni o'chiryapsizlarmi, ota bilmayman. Uchtepa tumani yozib ol. 14-kvartal, 4-A uy, 9-kvartira. Yana свет yo'q. Говоронская пишет. Нет электричества. Вот правильно, нет электричества, не света. Yashnobod tumani yozib ol. Qo'yliqobod mahallasi Tabibiy ko'chasi 47-uy. Azizova Matlubaman. 3 yildan oldin kanalizatsiya o'tkazgan. Shundan keyin ko'chamizda asfalt qilinmay ketgan ekan. Telefonlar qilamiz, farqi yo'q. Mahallaga ham farqi yo'q. Mahallaga chiqsak bilmaymiz deydi. Bu qanaqa mahalla? Menga qarab. Haligi har bayramda o'tirishlar qilasizlar, cho'ponlar kiyg'izasizlar. Bir joyga sal odamlar uchun qaytishsa bo'ladi-ku bu mahalla. Yo, adashyapmanmi? Hammasi zo'rmi u yerda? Muhimi tuman rahbariyatini xafa qilmaslik. Menimcha bu ba'zi bir rahbarlarning haligi shiori. Odamlar xafa bo'lsa bo'laversin. Men piching qilib gapiryapman. Menga qara, yetkazinglar, bu baxtli odamlar buni ko'rmaydi, bu ko'rsatuv. Ular kerak emas. Muhimi shu Azimjon bilan yaxshi bo'lsam, tuman hokimining o'rinbosarini yaxshi bo'lsam, nima kelardi qo'lidan dedi. Keyin kulib o'tirishadi. Bopladiga buni dedi. Bitta ham ishini qilib bermasdan. Maslahat ko'rsataman boplar. Mirabatskiy rayon. Куйлюк, массив 1, дом 19, дробь 1, квартира 25. У нас проблема с счетчиком газа. То работает, то система выходит. Помогите решить проблему. Telefonlari bor. Telefonlari bilan Alisher aka, созвоните, узнайте, о чем идет, как помочь. Ya, gap bo'lmasin. Hozir счетчикlar yo'q deydi. U yo'q deb turishadi bo'ldi. Buni endi homiylar orqali bo'ladimi, kimdir sahat pesha insonlar bo'ladimi, o'zingizlarning byudjetinglar orqali nimadir orqali qilish kerak u. Endi agar qiynalib qolgan oila bo'lsa. Murodlar, понимаешь, да? Narlik o'qida ko'rib chiqamiz. Xo'p, Chilonzor. Bog'zor mahalla. Sokin makonda yashovchi Zafar G'oyevmi? 66-avtobus oxir bekatda birinchi bekatga uzaytirib, ya'ni beton qaytib keladiga qilib bersangiz. Uni bilmadim endi. Menga qara, bu endi kommunalniy ish emas. Umid. Sana bitta masalan hal qilib ber endi, shuncha bir yildan bir ishlayapsan, hech bo'lmasa bittasini qilib, mana buni qildik. Mana bunaqa masala uzaytirib berdik yoki uzaytira olmadik, sababi mana deylar, baraka topib. Har gal kirasizlar, yozasizlar, chiqib ketasizlar, kirasizlar, yozasizlar, chiqib ketasizlar. Biram bittasini hal qilib beringlar, baraka topib. Tushunarli deysizlar. Keyin jahillar chiqadi. Meni hokim maqtayapti deysizlar, hammasi yaxshi deb. Qilib beringlar bittasini. Men maqtay, hamma butun televideniya orqali rahmat deb egilik. Yashnobod tumani. 255 maktab oldidan yangi qurilgan uylarga kommunikatsiya uchun qazilgan transferlar asfalt qilish kerak ekan. Buni qachon qilasizlar? Sizlar hokim eshityaptimi sizlarni yo menga muammo olib kirmagin deyaptilar? Eshitadilar, lekin o'zing qilib kelgin deyishadi. Mahalla raisi nima qilib yuribdi deydi, shu bilan mahalla raisi ham bekitadi keyin. Hammasi yaxshi deb.
asfaltlarimizda oynadek sipsilliq deb. Sergili yozib olinglar. Qo'yliq 5, massif 3, 34-uy. Uyning tomondan avvalgi podyezdga yomg'ir qor yoqqanda suv chakka o'tadi, lekin Abror Gold quruvchi professional boshqaruv kompaniyasi bunga befarq bo'layotgan ekan. Siz telefonlari bor ekan. Hozir tashlab beraman telefonni. Mirzo G'olib ko'chasi, bu Olmazor bo'ladi. Mirzo G'olib ko'chasi yomg'ir qordan pana bo'ladigan bekatlar yo'q ekan. Birinchi geologiya razvedkani kolleji bekati, ikkinchi Milliy universitetning tarix fakulteti, uchinchisi Mirzo G'olib mahalla bekati. Hurmat bilan Zokirjon yozibdi. Mana sizlarga hal qiladigan masala hozir. 3 ta mahallaga qarashdi. Universitet mahallasiga, Mirzo G'olib mahallasi birinchi ikkita mahallaga ekan. Shavkat aka ikkita mahallaning raisi kelib Toshkent shahar hokimiyatiga men olib kiray. O'zim chetda turaman. Shahar hokimining oldiga o'rinbosarining oldiga kirib, mana mamlakat tushdi. Nimagacha hal bo'lmayapti? Siz hozir dolzarb 90 kunlik deb yursizlar. Mani mahallamni dolzarb masalasi-ku deyishdi, baraka topkirlar. Faqat do'kon qurmasdan. Hozir ba'zi birlar xayoliga darrov do'kon ketadi. 90% ni do'kon qilib olaydi, 10% qorda qolib ketsin deb. Bo'lmaydi u narsa. Odamlarga sharoit yaratiladi, keyin boshqa narsalar qilinadi. Assalomu alaykum. Men Yangi Hayot tumani Xo'ja-Uchqun mahallasida istiqomat qilaman. Ichimlik suv o'tkazish boshlangan edi. Bilmadim nima bo'ldi, ish to'xtab qoldi. Davom etyaptimi, Ulug'bek aka? To'xtab qoldi ishdi. Odam qo'rqib ketyapti. Yo'q, Furqat aka ish davom etyapti. Hech qanaqa to'xtagan yo'q. Mana bu akamiz telefonlarini beribdi. Agar telefon qo'ng'iroq qilib, "Mana emasman" yozgan desa, men unda hayron qolaman. Kimdir haliga mayli. Mirzo Ulug'bek tumani. Aka Mirzo Ulug'bek tumani. Улица Ирригатор, дом 6, нет электричества. Каждый день такое происходит. Bektemir tumani. 1 yildan beri uydan chakka o'tib yotibdi. Jek kelmayapti. Jek degan narsa ham qolmadi-ku. Bektemir tumani Toshkandi ko'chasi 54-dom. Telefonlari bor. Mana qaranglar, bir sizlar ham yaxshilik qilinglar. Quruq gap qilmasdan qilib beringlar shuni. Xo'p bo'ladi. Bektemir tumani Nurli yo'l mahallasi, Ziyoli ko'cha 8-uy. Xolmirzayev Dilshod. Kottejda suv o'tgan, kottejdan keyin suv yo'q. Suvsochlarga murojaat qildik, ertaga inninga deb 10 yildan beri suv yo'q ekan. Nima muammo borda hamma kelib ketaveradi. Nima gapirmaydi bu narsani? 10 yildan bir suv bo'lmaydigan bo'lsa, o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku bu narsa. Men bilmayman, hech qanaqa bahan qilib beringlar bo'ldi. Beramiz. Yashnobod tumani. Sultonali Mashhadiy ko'chasi 216-dom. Ko'chani turba o'tkazishga qo'llangan. 600 metr qayta to'g'rilab asfalt qilinmagan ekan. Shukurullayev. Mirzo Ulug'bek tumani. Ahmad Yugnaki mavzesida 17-domdan issiq suvni ogohlantirmasdan o'chirishdi. Bir sutka bo'ldi. Sababini ham yetishmasdi. Sen buni bir ko'ringlar hozir kommunalniydagi yigit bilan planovoy bo'ladigan bo'lsa, planovoy bo'lmasa nima bo'lganini bilib olinglar. Yangi Hayot. Sputnik 15, dom 11. Отключение света. Toshpo'latova. Shahantohur tumani. Yangi Beltepa. Shu yerdami? Shahantohur tumani ko'rmayapman. Asadilla kirdimi? Yangi Beltepa 24-A-uy yerto'ladan sovuq suv turbasi yorilgan. Hech kim kelmayotgan ekan. Chiqaringlar, telefon bor. Hozir berishadi, tashlab berishadi. Tashlab beringlar, chiqarib qo'y hozir. Bu ertalabgacha suv to'lib ketadi-ku. Yashnobod tumani, yozib ol. Farg'ona yo'li 23-22A birinchi uyda yashaymiz. Mahallada 10-15 ta xonadon qolgan, atrofimiz hamma yangi domlar. Bizning uylar qachon buziladi dedi. Endi buni mana qara, buni hokim bilan gaplashib, mahalla raisi ham gapira olmaydi. Bitta hali mutasaddi borsin, kattakonlarda tushuntirsin, qachon buziladi, qachon kompensatsiya beriladi. Mirzo Ulug'bek tumani. Qorasuv bo'yi ko'chasida fuqarolar yurish yo'lakchasi yo'q. Bog'cha, maktablarga mashina yo'ldan bolalar o'tishyapti. Avayxon mahallasiga qarashlaymiz dedi. Bilmayman, sizlar uxlab o'tirasizlarmi bunaqa bolalar ko'chadan yurishiga qarab. Chilonzor tumani 8-kvartal 8-oy domda turaman. Liftimiz hali ham almashtirilib berilmadi. O'zi 4 ta podyezdli dom. 3 ta podyezd bo'lgan, bittasi qolib ketgan. Uni ham hozir qaranglar, bu yilga berilgan, tam boshqa joyga o'tib ketib qolmasin. Sergeli tumani, Beruniy mahallasida Pedinstitut Beshyog'ochga 11-77 avtobusdan quruvchi massividan uylarga
o'zi yatırsa bo'lar edi. Kimdir shug'ullandimi? Balki bo'lmaydi, bilmayman. Bular o'zining hisob kitobi bor. Alisher aka kimdir shug'ullanadimi? Bundoq qarab, yurib. Alisher aka. Chiqib ertalab bilan o'zlari bilan gaplashishgan. Men sizlarni juda qattiq ogohlantiryapman. Men chaqirgandan keyin shu zahoti knopkani bosib javob beringlar, o'tirmasdan gaplashib. Olmazor tumani. Mahallamizda bitta fuqaro rozilik bermayotgani uchun 10 ta xonadon kanalizatsiyasi qolmoqda. O'qdi. Shunga chora ko'rish, endi unga chora ko'rish bilmadim qanaqa. Elparvar mahallasi General G'ofur 2-proyezd istiqomat qilaman. Nomerimdir. Shu yerga tushunmadim men buni. Kim qarshilik bo'lishi mumkin ekan? Bir bilib olinglar. Olib aloqa chiqaramiz. Qayron. Mayli, endi yozishdi. Yunusobod tumani yozib ol. Yunusobod tumani 14-mavze 36-oy. Atrofimizda bolalar o'yingohi yo'q, bolalar qiynalyapti. Mana senga haligi lokatsiyalarni berish. Uchtepinskiy rayon. 22 квартал, 24 дом, 36 квартира. Елена, здравствуйте. Холодная вода вместо горячей воды. Сливаем кубометрами. Bu nima qilasizlar? Issiq suv u yoqqacha yetmayaptimi yo alohida bir turba urlab qo'yganmisizlar? Sergey Iskran, Sabit aka pishit. Alisher aka, bu nima bo'ldi? Nima bo'ldi bularniki? 8-kvartal 47-dom oldida haligi uyini atrofini o'rab qo'ygani. Sabit aka doim yozadi-ku menga. Alisher aka? Mahallasidagi uni tozaladi-ku, hamma narsasini qo'ydi. Bir menga ertaga videosini tashlab, endi ertaga ulgura olmaydi. Yo'q, ulguradi nimaga? Hokim yordamchisimi kimdir qilib bersin. Xo'p. Yashnobod tumani, Qo'yliqobod, Tabassum 1-2 tor ko'cha 3 yildan oldin kanalizatsiya uchun kovlangan. Boyagi gap. Hech kim qaramayapti degan. Furqat aka yaxshimisiz? Yangi Hayot tumanidan Ulug'bek akaga rahmat. Balnisaga yotishimga yordam berdilar. Sizga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yangi Hayot tumani O'zar 81 uy 32-xonada. Bu Abdulloh bolamiz-ku. Rahmat. Rahmat sizga, Ulug'bek aka. Mirzo Ulug'bek tumani. Abdulloh sog'ayib ketgan qadrdon. Mirzo Ulug'bek tumani 1-proyezd, oyim ariq, dom 10. Svet o'chibdi. Chiroq o'chibdi. Здравствуйте, я Алина. Алмазарский район, улица Чукурса, так называемый татарский поворот, Махалинский комитет Ибрахимата. Я мать-одиночка. Ну, таких не бывает мать-одиночка. То есть женщина, которая воспитывает ребенка. Ему же родителей официально замужем не было. Всегда сама работа, понимаете, сыну 21 год, живем отдельно. Снимает квартиру. Дочери только исполнилось 18 лет. Так, сыну мне отменили детское пособие. Я такое количество обращаюсь по поводу наших домов. Mana qarang, Shavkat aka, bu endi Sanjar ish emas, siz ishingiz ko'ringlar. Nima to'g'risida gap bo'lyapti, qanaqa oldinlari olishar ekan, endi bolalar katta bo'lgan bo'lsa kerak edi. Shavkat aka, tushunarlimi? Qarorlarini o'rganamiz. Rahmat. Yunusobod. Здравствуйте. Повторно. Юнусобод, 5-квартал, дом 2, Муратова. Нет горячей воды, из трубы течет холодная вода. Виоля никак не реагирует. Telefonlar bor ekan. Aziz, sendan iltimos, telefonlarni olgina tez shug'ullangin shu bilan, xo'pmi? Kommunalchikin shug'ullansin, o'tiribdi. Ana kommunalchikin o'tiribdi. Keyingisi, assalomu alaykum Furqat aka, Chilonzor tumani, Naqqoshlik, 20-uy, ko'p qavatli uy yozyapmiz. Komfort universal trade BSK umuman ishlamayapti. Tarif juda qimmat ekan. Va tariflarini beribdi. Shu muammoni BSK xalqqa beradimi? Otni kallasida pul olyapti-ku deb Mohira Naqqoshlikdan yozgan. BSKni kattakonlaringizlar, shaharga hokim o'rinbosari kelsin, unga ham ko'rsatamiz. Bilmayman nima. Sizlar ham Naqqoshlikdan qochib o'tasizlarmi deyman. Uchtepa tumani, assalomu alaykum Furqat aka. Ko'ksaroy mahallasi 7-tor Bositjon ko'chadan asfaltni buzib suvsoz tomondan oxirigacha qilinmasdan ketibdi. Abduvohid aka yozyapti. Bu ham yetmaganda yamalar ham juda ko'p. Muqimiy, Chilonzor bu. 188-uy, 22-kvartira. Нет света. Недели 5-й раз уже отключают. Наталья пишет. Ma shu sizlar mutasaddilarda, men bilmayman, bizani elektrik kattakonlari mensiz gaplashishadi-ku ba'zi paytda. Lekin iltimos qilsa, mana shu oldin rahbarlarni, tumandagilarni bir xonadonni 5 martalab har kuni bittadan o'chirib qo'ysin. Keyin bilishadi odamlar qanaqa qiynalayotganini. Unga borishmaydi bular. Men qara, gapirayotganim, biz sizlarga tegishli emas,
har doimgidek o'tkazib yuboraman nima umid? Bunga hammasi javob bor. Men hammasini yozib olman, eshitolmay xafa bo'layotgan ekansan. Nimaga har doim gapiryaptilar deb. Bajarmagandan keyin gapiram. Bu hammasi yozilib qolyapti. Bu hammasi ertaga javobi bor. Bu onlayn qabuli javobi bo'lishi kerak. Qani kommunalda? Chilonzordan. 5-kun подряд за неделю 5 раз отключает dedi. Bu endi odam ustidan kulishdi. Shaxantag'or yozib olinglar. Улица Фурката, дом 2, нет света. Виктория пишет. Hozir chiroq o'chibdi. Asatilla aka chiqartirib yuboring odam. Mirzo-Ulug'bekskiy rayon. Geofizika. E'zoz 1-6 issiq suv yo'q kechadan beri ekan. G'aforov yozibdi. Sergeli tumani, Sergeli 5 massiv 26-20 har kuni regularno svet o'chadi. Pul tugaga bo'lsa 1 sekund ham kutmay o'chirib qo'yishadi. Odamlar so'z chorani ko'ringlar deb. To'g'ri-da. Pul tugashi bilan shu zahoda o'chiradi. Pulini to'lab qo'ysa, yana qo'ng'iroqlar qilib yalinish kerak bo'ladi. Shug'ullaninglar, Sergeli 3dagi mahallalar. Alisher aka, yetkazing hozir. Hoziroq chiroqsiz o'tirgan bo'lsa odam. Здравствуйте. 6-й проезд Ниязбек Юля, дом 7, квартира 36, Щербаков Николай. Горячей воды со вчерашнего дня нет, Mirzo-Ulug'bekskiy rayon. Ana markazga kirib gapiringlar, bank ko'taringlar. Odamlar suvsiz o'tiribdi. Olmazor tumani, Nurafshon yo'li, Tarix ko'chasida svet o'chibdi. Alisher aka yozyaptilar. Chorsu bozori chiqsa avtostansiya yo'nalishida 109-avtobus aholi uchun kichiklik qilmayotgan ekan. Farhodov yozibdilar. Shug'ullanadigan bormi bu bilan? Assalomu alaykum Furqat aka, bizni Oqtepa mahallasida Chorsu yo'nalishiga avtobus qo'yib beringlar. Hurmat bilan Oqtepa 1-tor ko'chasidan Usmonov va Mavluda yozibdilar. Furqat aka, Mirzo-Ulug'bek tumani Shabboda 23-uy ko'chasida uyimizda oldida asfalt qolib ketgan. Sodiqov Otabek Erkinov yozyaptilar. Mo'minov Uchtepa tuman 15-mavze 23-A uy. Noturar joy, BSK pul to'lanib kelyapti. Shaxtadan anchadan beri chirigan trubalar oqib ketyapti. 5 oydan beri sifashligim yo'q deb bahona qiladi. Uyatsizlar. Pulni olishga ustasizlar. Pulni olgandan keyin qanaqa xalqimdan o'tadi, men tushunmadim. Olgan ovqatinglar. Qilib beringlar odamlarga, shuncha pul to'lashyapti. Nijiloy bo'lsa, jiloy bo'ladi. Las tushunmasam, BSKga kirdimi? Haligi kommunalik? Kirgan eshitib turibdi. O'rtoq, bunga qaramaysanlar bu. Bir qattiqqo'llik qilinglar, qattiqqo'lliklar buni shug'ullanma to'g'rilab beringlar bu narsani. Odamlar pul to'lagandan keyin talab qilishga haqqi bor. Pul to'lamasa u boshqa gap edi. Mirzo-Ulug'bek tumani, Mirzo-Ulug'bek tumani, Chingelda Yunusobod harakatlanuvchi 50-avtobusda almashtirib berishni iltimos qilamiz. Abgor ahvolda ekan avtobuslar. Yunusobod 19-kvartal, 15-uy, 48-xonadon. Podyezdlari ham ta'mir talab ekan. Quvurlar yorilib yotibdi. Mirzo-Ulug'bek tumani, Feruza 2, dom 17, svet o'chibdi. Nazonin. Как ударение, я не знаю, стоит. Olmazor tumani, Iftixor mahallasi, Sog'bon Oqtepa 4-tor ko'cha 24-noyabr oyidan suv kelib berishdi. Asfalt qilib berishmadi. Yangi Hayot tumani, Choshtepa ko'chasi 283-da murojaat. Uyimga qarab ko'p qavatli domlar qurilyapti. Domlar bizga yashashga noqulayliklar tug'dirayotgan. Ziyoda va Kamola. Endi bu yerda ozgina chidashga to'g'ri keladi, chunki endi ular ruxsat bilan qurishyapti. Iltimos qilamiz, haligi Ulug'bek aka minimal bo'lsa ham shu yo'lakchalar boshqalarni suvlarni sepib, chang chiqarmaydigan qilib, endi uni o'zini tartibi bor. Olmazor tumani, Ziyokor mahallasi 1, 2, 3, 4-uylarning aholisi Olmazor Grand Holding kompaniyasi juda norozi ekan. Nargiza Ergasheva yozyaptilar. Senga rahmat, bu sen yo'nalishing. Yangi Hayot tumani, Navqiron 19-dom, 28-domda xonadonda turaman. Chiqindi uchun joy kerak. Bu ana masala, hali beri xalqim islamadim bu masalani. Uchtepinskiy rayon. Uchtepinskiy rayon, Katta Chopon ota, улица Изza 48, отключили, не было света, сегодня нет. Oybek pishit. Hozir svet yo'q. Shaxantag'or tumani, Samarqand darvoza ko'chasi 3-dom, Qoratosh Oqtepa, Lavash oldida mashinalar masjidga kirib chiqadigan yo'l yomon ahvolda bo'lib ketdi. Qamola yozyapti. Uchtepa tumani, 25-kvartaldan Chorsuga qatnaydigan 182-marshrut yo'nalishida qayta tiklanishini so'raymiz deyishgan. Mirzo-Ulug'bek tumani, Alisherobod mahallasiga Anaybuloq mahallasidan Jo'shqin ko'chasiga asosiy yo'ldan kirishda most tomondan Zafar va Sherbert Yangiton ko'chalari kechki vaqtda qarovsiz va egasiz itlar ko'payib ketgan.
bu mahalla raisi bilan boshqa shug'ullansin, buni atlov qilib o'ldirmasdan olib borib qo'yish kerak. Sergeli tumani 6A Bunyodobod 16-dom uyning ro'parasida bir do'kon bor. Boshida ochilgan kichkina edi, keyin kattalashtirib. Nima qaraydi, shug'ullandinglar, bu aralashmanglar, lekin buni mutasaddilarga aytaylik. Ertaga borganda tadbirkorlik huquqlarimga tegyotadigan gap bo'lmasin. Alisher aka. Akkurat. Shayxontohur tumani, Shayx Zayniddin ko'chasi 47-uy. Svet o'chibdi, Muhrimov yozyaptilar. Oho. Asadlar katta bayram kurslarida qo'shni ichida. Va Yunusobod tumani 14-mavze 36A uy 49-xonadon. Telefonlari bor. Galina Pak. А когда плановое отключение холодной воды на Юнусобаде не совпадает ли одновременно с отключением горячей воды? Дома малыши. Это не должно быть такого. Галина, такого не должно. Вот сейчас я коммунальщикам o'zbek tiliga tarjima qilib, yo tushundinglarmi, Aziz? Tushundim, grafik so'rayaptilar, sovuq suv qachon o'chishi bo'yicha. Yo'q, bu aqlli ishlatinglar. Aqlli ish. Конечно, to'g'ri kelmasligi kerak. Bittasi o'chgandan keyin ikkinchisi o'chmaydi. U galma-galdan bo'lishi kerak. Bizning shovvozlar aytayman-ku, nimalarni o'ylab topishmaydi. Odam kulgili emas, bu yig'laydigan ahvolga tushib qolyapti. Bak, bo'ldimi, boshqa qolmadimi? Nima qilamiz? Rahmat. Masaladan iltimos hozir. Iltimos ham, talab ham, do'stona maslahat ham, rahbarlik salohiyatni ham ishlatamiz. Nima bo'lsa ham shularni qilib beringlar hozir. Ayniqsa chiroq o'chganda, suv bo'lmaganlar, uni ertaga dastur tuzamiz, yo'l xaritasi qilamiz bo'lmaydi. Zudlik bilan shug'ullanadigan narsa. Mana shahar kommunal xizmatlarini vakillari ham o'tirishibdi. Hudud gazdan, boshqa joylardan. Tushdimi qilinglar. Agar bo'lmasa, mana rahmat, hozir mahallalar ham yordam berishadi. Zo'r mahalla raislarimiz bor, qilib beradigan. Qilib berishadi ular ham. Baraka topishsin. Shunga sizlardan iltimos, bugundan, hozirdan boshlanglar masalalarni hal qilishni. Bo'lmasa biz sizlar bilan yakunlaymiz bugun ko'rsatuvimizni. Katta rahmat birga bo'lganimiz uchun. Xudo xolasa keyingi dushanba kuni soat 21:00 da men juda shuni xohlayman. Toshkent kanalida jonli efirda mahallada nima gap ko'rsatuvida uchrashguncha xayr deb qolamiz. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar, xayr.